Muhammad ekansiz. Muhammad ismlilardan savdo qilmayman. Ona pulni 45 ga olaman, shunday beraverasiz. Rozimisiz? Rozimisan o'g'lim? Ha, rozi bo'p. Ko'rganman, ko'p ko'rganman Muhammad ismini battar allanatdi. Necha oyga ekansiz? Sana aldamaysanmi o'g'lim? Aldama. Men san gapingga ishonib, qara 45 ga olaman. Hop o'g'lim. Zo'r ekan. Mayli onajon 45 millionga olaman. Omon bo'ling, yaxshi. Ha, olasiz. Nur Muhammad ko'rding, bir sani ko'tardim. Qancha foizli insonligini bilmayman, 45 ga baland oldim. Lekin foizlisan-da, uka. Muhammad ismi bor uyga baraka tomon ko'p yog'iladi. Mana ham o'g'limni oti Muhammad. Bir kunga buni ismi bir kalima o'zi. Bilasizmi? Payg'ambarimiz yodga olishdan bir xuddi bir sura aytgandek bo'ladi-da, har bir uyga shunday Muhammadlar bo'lsanglar. Aka, 45 millionga oldim. 46 millionga sotaman, 1 million qo'yib. Ana 46 millionni ham shu Muhammadga berasiz, xo'p? Menga puli kerak. Arzonni aytib ketaman, qarang aka, eshiting. Kapot 2 kilo sepilgan, 4 kurik yurgan, konditsionerni bir kurs olasiz. Lux konditsioner ikkinchi pozitsiya bu. Chista ikkinchi pozitsiya. Hamma joyni tushuntirib ketdim. Yili 2015. Mana tepasida. Gench chiqadi, egasini chaqirib beradilar. Rozisiz-a? Yaxshi kunga. Mana.